Diqqat, qidiruv. Men dunyodagi eng baxtli, omadli va qalbi mehr-muhabbatga to'la insonni qidiryapman. Adashmasam topdim. Inshaalloh u hozir mening yozganimni mehr to'la ko'zlari bilan o'qimoqda. Ey kulib turgan ko'zlar egasi, doimo shunday kulib yuring. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Chiroy, yoshlik va sog'lik abadiy bo'lsin. O'tayotgan har bir kuningiz va bugungi kuningizni Alloh xayrli qilsin. Qadrdonim, agar bilib bilmay qilgan ishim yoki aytgan gapim bilan dilingizni og'ritgan bo'lsam, chin dildan pushaymondaman. Iltimos, kechiring. Dil og'rig'i yarasi qanday bo'lishini bilaman. Gina xafagarchiliklarni unuting. Agar qo'lingizdan kelsa, uzr. Bu 5 kunlik dunyoda qilgan barcha ibodatlaringizni dargohida qabul qilsin. Bu muborak kunlarda siz va bizdan oqibat ko'tarilmasin. Amin. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, Alloh nasib qilsa.